Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 26-iyun kunidan 29-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 28-iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasida ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 26-28-iyun kunlari 20-25 daraja, 29-iyun kuni 18-23 daraja, kunduzi 26-27-iyun kunlari 32-37 daraja, 28-29-iyun 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 26-28-iyun kunlari 39-44 daraja, 29-iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 26-27-iyun kunlari kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja, 28-29-iyun kunlari kechasi 22-27 daraja, kunduzi 28-iyun kunlari 37-42 daraja, 29-iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 26-28-iyun kunlari 39-44 daraja, 29-iyun kunlari 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 26-iyun kunlari 33-38 daraja, 27-29-iyun kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 26-28-iyun kunlari 25-30 daraja, 29-iyun kunlari 22-27 daraja bo'ladi, deyiladi meteo.uz veb-saytida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.